2025-yil noyabr, dekabr oylariga do'stlar inshaalloh zo'r bonuslar bo'ldi. Videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, Ulug'bek akamiz bilan to'liq ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Qanaqa bonuslar bo'ldi, qanaqa yengilliklar bo'ldi, juda ko'p odam so'rayotganda va nihoyat mana do'stlar narxlar ham arzonladi. Undan tashqari do'stlar inshaalloh siz borgan gostinitsalar yaqinlashdi, qiynalmaysiz, ota-onangiz ham qiynalmaydi. O'zimiz o'zbek milliy taomlardan maza qilib yeb, ichib ibodatlarni qilib kelishadi. Ulug'bek aka tushunmisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, assalomu alaykum, yaxshi yo'ldilaring. Rahmat, Xudoga shukr. Ulug'bek aka, siz aytdingiz noyabr, dekabr oyini mana dekabrda 10-sigacha bo'lgan sanada, xudo xolasa, ancha sharoitlar yaxshi bo'lib qoldi dedingiz. Bitta ma'lumot beraylik aka, narx-navolar tushdi dedingiz, keyin ko'pchilik yozyapti. Narx-navodni nimaga oxirida aytyapsizlar? Boshida aytib ketinglar. Xo'p, narx-navolar birinchi aytgan bo'lsak, narx-navolarimiz, Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkentdan $1000 dan. $1000 dan. Samarqand bilan Termizdan $1050 narxlar. 10 dekabrgacha. Xudo xolasa $50 dan hamma viloyatdan skidkalar bor. $50 dan hamma viloyatdan skidkalar bor. Undan tashqari 5-6 kishi ketadigan bo'lsa, yana ham tushib berasizmi? Ha, 5 kishi oilaviy ketayotganlarga bonuslarimiz har doimgidek amal qiladi. Zo'r. Aka, gostinitsani uzoqliklari qanaqa bo'lyapti hozir? Gostinitsani uzoqligi Madina Munavvarada 1-2 qator joylashgan, Andalus mehmonxonasi bo'ladi, Haqiqiy qabriston oldida joylashgan. Makka mukarramada Ro'zigarda mehmonxonasi bo'ladi. 1,5 kilometr oraliqda joylashgan, 24 soat avtobus xizmati bo'ladi. Piyoda kirib chiqaman deganlarga 10 minutli yo'l bo'ladi. 10 minutli yo'l. Ovqatlari aytib o'tganda o'zbek milliy taomlari. Ovqatlari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Zo'r gap yo'q. Transport xizmatlari, doktor xizmatlari, aravachalar bor deganda hali ham aka sharoitlar shunaqa yaxshi holatdami? Sharoitlarimiz xuddi o'sha aytilgandek. Xo'p, bizdan aytib o'tamiz. Madina Munavvara, Makka mukarram bo'lib 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, qo'shimcha sayohatlarimiz, Qizil dengiz sayohati. Sayohatlarimiz o'z ichiga olingan. Undan tashqari saytganda doktor xizmatlari, 24 soat doktor xizmatlari bor. Aravachalarimiz ham tashkillashtirib berilgan, 24 soat olib foydalanishlari mumkin. Lekin yana har safar o'zim tavsiya qilib ketaman, aravachada postoyanniy aravachada yuradigan ota-onamiz olib ketadigan bo'lsa, o'zingiz bilan aravachada oling, erta qiynalmaysiz. Aravacha ochib kutib olib, erta aravachadalar muhtojlar ko'payib qolsa, o'z aravachangiz bemalol ibodatlarini qilib kelasizlar. Zo'r gap yo'q. Agar Xudo xolasa, hozir aqa borilgandan keyin birinchi bo'lib Madina Munavvaraga tushiladi, kecha 3 kun o'zi. Keyin Makka mukarramaga ketiladi. Madina Munavvarada payg'ambarimizning ravzalariga kirish qanaqa bo'lyapti? Juda ko'p odamning niyati inshaalloh borgandan keyin ravzalariga kirish. Xudo xolasa, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz bo'linadi. Xo'p, payg'ambarimiz ravzalariga Xudo xolasa shu kungacha jo'natgan odamlarimizni Xudo xolasa 100% olib kirib chiqdik. Bundan keyin ham boradigan hojilarimiz ham 100% olib kirib chiqishga harakat qilib, tashkillashtirib berganmiz. Xudo xolasa, o'z birinchi o'rganimizda bugun Madina Munavvara mehmonxona gostinitsasi joylashib, kech payti iloji boricha erkaklar olib kirib, keyin ayollar vaqti ayollar olib kirib, alohida olib kirib chiqib olyapmiz. Birinchi kunda iloji boricha birinchi maqsadimiz ravzalarga olib kirib chiqish bo'lyapti. Zo'r. Keyin aka shu ravzalarga olib kirib chiqilyapti deyilyapti. Ya'ni albatta do'stlar, yo'lboshchilar, 50 boshchilar malakali bo'ladigan bo'lsa, sizni inshaalloh ibodatingiz ham puxta bo'ladi. Qanaqa aka 50 boshchilar hozir juda ko'p komediya boshqa videolar, oldingi videolarni ko'rsam 50 boshchilar umra qildirib qo'ygandan keyin biz bilan ishi bo'lmayapti deb ham yozayotganlar bor aka. Xo'p. Bizda 50 boshlarimiz kami 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega malakali diniy qo'mitadan ajratilgan 50 boshlarimiz har bitta reysda birga borib, birga kelishadi. Keyin aytib o'tganimdek 11 dan oshiq ziyoratlaringni, umralaringni, sayohatlaringni, qo'shimcha umra badallaringni hammasiga 50 boshlarimiz birga borib, xizmatlarini qilib 14 kun davomida birga xizmatda turishadi xolos. Zo'r. Aka, hozir 6 ta viloyatdan reys bor deyildi. Biz endi har xil joylardan ko'rib turganlar bor. Joylar qana bron qilinadi? Xo'p, joylarda mana shu ekranda ko'rib turgan nomerlari, telefon qilisizda, Telegram, WhatsApplari bor. Bemalol Telegram, WhatsAppdan rasmga olib, pasportlarni tashlab beringizda, har bitta pasportda ism, familiyaga shartnoma tuzib, shartnoma tashlab beramiz. Bank orqali, shot orqali tashlab beramiz. O'sha o'zlariga eng yaqin bank orqali borib, to'lovlar amalga oshirishlari mumkin. Bank orqali to'lov qilganda ham Centrum Holding'dan umra ziyorati ketayotgani uchun deb chek chiqarib beradi to'lovlarga. O'sha cheklarni rasmga olib tashlab beringizsa bo'ldi. Zo'r. Xudo xolasa do'stlar, sizlar so'ragan hamma savollarga javob berdilar degan umidamiz.
Shunaqa do'stlar, qiziq mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun, постоянно boxabar bo'lib turish uchun shu kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Inshaalloh do'stlar, sizga yangi ma'lumotlarni ulashib turamiz. To'liq ma'lumot beriladigan umidda biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Inshaalloh yangi ma'lumotlarni biz sizga chiqarishdan to'xtamaymiz. Siz ham bir dona like tugmasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Sog' bo'linglar.